Assalomu alaykum. Chorva 24 obunachilar uchun bugungi kunimiz 15-oktyabr, hafta kuniga chorshanba. Fermadagi buzoqlarni ko'z kasalligini davolash bo'yicha maslahat berib o'tamiz. Videolarimizga like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Sizlarga chiroyli videolarni va foydasi bor videolarni chiqarib borishga harakat qilamiz. Bizning fermamizda salkam 1,5 ming bosh molimiz bor. Har kuni shu fermada shu mollarning sog'ligini nazorat qilib davolab yuramiz. Mana buzoqlarimizni ko'zi ko'p og'riydi. Hozir ko'z kasalligi ko'paygan. Havo pasaygani sababli shamollash, ko'zlariga pashsha o'tirib qo'yishi, issiqdan ko'p ko'zlari og'riydi. Bularni davolash bo'yicha mana sizlarga maslahat beramiz. Ko'zni oching. Mana ko'zlari qizarib, oq tushib qoladi. Bunga mana Bitsilin 3 dorimiz. Buni Navakeynga yoki Natuxlogga eritib ko'ziga qilinadi. 2-3 marta qilinsa, shu bilan har qanday ko'z kasalligi tuzaladi. Mana bu qovog'iga, mana ko'zning tepasiga, qovog'iga shuni qilsalaring, ko'zi tez tuzaladi. Obuna bo'lib qo'yasizlar, yana ham chiroyli videolar sizlarga chiqarib borishga harakat qilamiz.